har bir o'quvchi, har bir sinfxona, maktabimizning hattoki koridorlari ham men uchun juda ham yaqin bo'lib qolgan. Sabina Farg'ona shahridagi 40-umumta'lim maktabida faoliyat boshlaganida juda yosh edi. Oliy ta'limni tamomlab kelgan damlarni esga oladi. Bolalariga bo'lgan muhabbatim, bilimga chanqoqligim, xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishim sababli maktabda dars berishga ahd qilganman. Oliy ta'limni tamomlagan yosh o'qituvchi faoliyat boshlagan vaqti maoshi yo'l haqqining o'ziga yetmas edi. O'shanda oyligimiz hech qancha emas edi. To'g'risini aytsam, 500-600 ming atrofida oylik olardik. O'zbekistonda o'qituvchilarning oylik maoshlarini oshirish va ularni mehnat sharoitini yaxshilashga qaratilgan bir qator qarorlar qabul qilindi. Sabinaga mamlakat prezidentining qarori katta kuch berdi. U xalqaro tillarni o'zlashtirish va katta natijaga erishdi. Natijada oylik maoshi 70% ga oshdi. Eng sara oylik oluvchi o'qituvchilardan bittasi bo'laman. 15 million o'sha prezidentimiz va'da berganlaridek $1000 olishadi ustozlarimiz degan o'qituvchilardan bittasi mana men bo'laman. Biroq bu marralarni zabt etish uchun yosh o'qituvchi tinim bilmay faoliyat olib bordi. Bu oylik darajasigacha, bu yutuqlarga erishish oson bo'lmadi. Bu yo'l juda ham mashaqqatli bo'ldi. Hozirda milliy sertifikat, C1 darajasidagi sertifikatim bor, xalqaro darajadagi IELTS sertifikatim bor. Hozirda 70% lik ustamaga ega bo'ldim. Xudo xohlasa yangi o'quv yilidan meni oylik maoshim undan ham baland bo'ladi. Malakali va mahoratli, xalqaro ta'limni bilgan o'qituvchining o'quvchilari qanday bo'ladi? Savolning javobi oddiy, salohiyatli va kuchli bilimga ega bo'ladi. Shu yilning o'zida Sabinaning 14 nafar o'quvchisi xalqaro sertifikatga ega bo'ldi va ularning 5 nafari muddatdan avval turli mamlakatlarning oliy ta'limiga o'qishga qabul qilindi. Bir sirni sizga ochsam, agar o'quvchingiz xalqaro darajadagi sertifikatga ega bo'lib, muddatidan oldin ta'lim dargohiga kirib yoki grantga ega bo'lsa, bu o'z o'rnida o'qituvchining ham rag'batlantirishiga olib keladi va oylik maoshi yanada o'sishiga olib keladi. 6 yil davomida Sabina ta'lim bergan o'quvchilar katta hayotga yo'l olish jarayonida so'nggi qo'ng'iroq avvali har birlari sahnaga chiqadilar. Ustozlarga, do'stlarga o'z so'zlarini aytadilar. Shu sababli har birlari tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Yosh ustoz esa birinchi qaldirg'ochlarni xalqaro oliy ta'limlarga kuzatmoqda. Ochig'i bu og'ir. Juda ham og'riqli, ko'z yosh keltiruvchi savol. Men o'quvchilarim bilan xayrlashishni xohlamasdim, lekin ular mustaqil hayotga qadam qo'yishlari shart. O'z ustida ish olib borishlari, mukammal inson, bilimli, izlanuvchan va davlatimizga foyda keltiruvchi komil, yetuk inson bo'lib yetishlari shart va ularga faqatgina omad, zafarlar. So'nggi qo'ng'iroq tadbiri boshlandi. O'quvchilar o'qituvchilarga o'z minnatdorchiliklarini so'zladilar. Milliy va xalqaro oliy ta'limlarga yo'l olayotgan o'quvchilar hayajonlarini yashira olmadilar. Fardu universitetiga grant asosida olimpiadani yutib kirdim va Koreyadagi Sejong universitetiga kompyuter injineriya fakultetiga kirdim. Ular bergan mehnatlar, ular qilgan mehnatlar orqali men bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan 5 ta universitetdan qabul xatini oldim va grant asosida bu yil o'qishga qabul qilindim. 11 yil davomidagi voqeliklarni ham yodga oldi o'quvchilar. O'sha sho'xliklar, darsdan qochishlar, xullas shunga o'xshash voqeliklar. O'qituvchilarimga avvalambor rahmat deyman, ularni menga chidashganlariga, bizni sho'xliklarimizga va bergan bilimlariga rahmat deyman. Darsdan qochganmiz boshqa payt, vaqt kelganda quloq solmasdan gaplashib o'tirganmiz. Tashqariga chiqib kelaveraylik. Unda darsdan qochib 5 minut, 10 minut qolib ketgan paytlarimiz bo'lgan. Albatta bu qilgan qilg'inlarimiz uchun albatta uzr so'rayman ustozlarimdan. Tayyorlanib birga IELTS sertifikati oldim. 7 ball oldim. Men juda ham minnatdorman shunaqa o'qituvchim borligiga, juda ham xursandman. Iste'dodlarni tarbiyalagan va ularga ta'lim bergan Sabina bilan yana suhbatlashamiz. Uning so'zlariga qaraganda o'quvchilar xalqaro sertifikat va oliy ta'limlarga o'qishga kirgani uchun yana oylik oshadi. Ustama o'zi oshib bo'ldi. Ustama oshdi. Xudo xolasa keyingi yildan 120% oylik maoshimga qo'shimcha oylik maosh olaman. Bu 2 yil davomida to'lab beriladi davlat tomonidan. Ha, aytmoqchi, iste'dodli o'quvchilar so'nggi qo'ng'iroq bayramida maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlandilar. So'nggi qo'ng'iroq yangradi. Bu ovoz nafaqat o'quvchilarni, balki o'qituvchilarni ham yig'latdi. Axir farzandidek bo'lib qolgan o'quvchilar bilan xayrlashish oson emas.